Natijada Boyazidning ikkala qanoti ham barbod bo'la boshladi. Shu vaziyatda Amir Temur butun zaxiralarini jangga tashladi. Boyazid qo'shini safidan birinchi bo'lib Temurtosh qo'shini qochdi. Undan keyin Boyazid o'g'illari birin-ketin qochishdi. Bir necha kundan so'ng Yevropaliklar Temurga bergan so'zlarini bajarmadi. Ular aksincha Usmonli turklarga yordam berib, qochganlarni kemada qirg'oqning narigi betiga o'tkazib qo'yishdi. Temur qo'shini Sulaymon va Mahmud Chalabiy qo'shinidan qochishga ulgurmaganlarni markazga, Boyazidning orqasiga qisib bordi. Serblar ham Boyazidning orqa tomoniga chekindi. Boyazid qo'shini serblar bilan birgalikda qurshab olindi. Boyazid qurshab olinganiga qaramay taslim bo'lmay jang qildi va ancha vaqt qattiq qarshilik ko'rsatdi. Boyazid dushman qurshovini yorib chiqishga urinayotgan vaqtda Amir Temur qo'shini raqibni qurshovdan chiqib ketishi uchun yo'l ochib berdi. Bu esa dushman qarshiligini keskin pasaytirib yubordi va ular o'zlarini qurshovdan chiqish yo'liga urdilar. Sulton Boyazid qurshovdan chiqib qochdi. Uni ta'qib qilish uchun Amir Temur Sulton Mahmudxonni yubordi. Sulton Mahmudxon Chingizxon avlodidan edi. Bu bilan Amir Temur Boyazidga bo'lgan yuksak hurmat-e'tibor ko'rsatdi. Ko'p o'tmay Sulton Boyazid oti yumron qoziq eniga chalinib yiqildi. Sulton Mahmudxon Boyazidni qurshab oldi.